İşitgenler sana atılsın Allah. Aşkın etkenge musika çalgenlere, ana şu yerde oynayanlara, hamda Firuza Honga birligini zor atıp şabak çalsanızlar, oynamadıkları işi o şabak çal otururlar. Arzıydı ama Telefon. Maşallah. Bir zaman selamat bugün. Barselona yana tanshi yigitlari kelin-kuyovlarga navbatdagi dansini havola etmoqchilar. Yigitlar, marhamat, kelinglar.
kalla joni tanani yoqib o'ynagan yigitlarga 14,5 odam qarsak chaladim. Qo'linglar hammanglar, beshdan ozgina sasini berib olaman, men ketdim. Yaxshi o'tiribsizlarmi ish qilib? Ha, o'tiraveringlar. Howard Norman yoshlarning qidim deydi, ata-bobolar. Mana endi yaxshi niyat yarim davlat tabarik sovg'alar bilan kelib, yoshlari kelgusi turmush yo'llariga arzu-niyat, istak-tilaklar, qalbi, niyati, istagi, tilagi borlari nomad-manobat to'y mikrofon qarshisiga taklif etish ishi boshlamasdan burun baxt saloni studiyasi kelin-kuyovlaring birinchi bo'lib sovg'atini biza qo'shilsak nima deysiz amaki dedilar. Baxt studiyasining xizmatchilari qo'lingizda ko'rmasin, kasb-koringizga baraka bersin, to'plaganingiz to'yga buyursin, pir ustadlar qo'llasin, qarsaklar va musiqa bilan kelin-kuyovlar sovg'atini baxt studiyasining xizmatchilari o'z qo'llari bilan qo'shilsinlar. Olib kelinglar. Aynan barakalloh. Shuncha qo'lingizdan turib qabul qilib bilan to'yni. Ay yashay. Yok bolam, yuqoriga qo'y. Burchaga qo'y, burchaga. Burada bolalar sindiradi uni. Aynan. Barakalloh. Jakecha, sizni studiyami bu? Barakalloh. Juda chiroyli ishlaysizlar, ko'z tegmasin. Uyda ham sutkada 1 soat, yarim soat bo'lasizlarmi o'zi? Hurmatli azizlar, ota-ona Allohdan keyingi har birimizga yaqin do'stlar. Ammo ota-onadan keyingi yaqin do'stlar ham bor, Allohga shukr. Amaki, ammalar, xola, tog'alar, ular ota-onadan keyingi har birimizga eng yaqin maslahatchilar hisoblanadi. Ruxsat bersanglar, qarindoshlar, mana endi shu yerda kuyov bolamizning amaki, ammalaridan tabrik so'zi boshlashni ma'qul bildim. Sababi bular ota qoni joni bir insonlar. Hurmatli azizlar, to'y boshlangandan beri hech qaysini eshitmamsa demadim, shu mayda bola chaqalaring ota-onasi bormi to'yxonada? Restoranda o'ziga yarasha tartib tuzgani bo'lish kerak-da. Ular yig'ishtirib, sahnalarga chiqarmasdan o'rtuzg'illi o'tsa chiroyli o'tadi. Men kuyov bolamizning amaki ammalarini birinchi tabrik so'zga taklif etdim. Bor bo'lsalar hurmat bilan davraga taklif etaman. Men otlarni, familiyalarini yozmadim. Borlari chiqaman desalar hammalarga so'z beraman. Hurmat bilan kelsinlar. Bitta musiqa berib olam. Sababi ko'rsinlar, ham amaki amma, ham Shukjoning otasi o'rnini to'xtagan insonlarsizlar. Shuning uchun birinchi bo'lib sizlarni davraga taklif etdim. Mabodo osh boshidan, choy boshidan bezovta qilgan bo'lsam, uzr, katta hurmat bilan jiyanlarga arz etganlarimiz. Rahmat, hurmat tamada. Degansiz uchun hech qanaqa bezovta qilganimiz yo'q. Juda yaxshi o'tiribmiz. Rahmat. Hurmatli aziz mehmonlar, assalomu alaykum. Uzoqdan yaqindan kelinlar, Xudo tarafdan. Ana bugun jiyanim Yusufjonim baxt to'ylari. Xudojon bugunlarga ko'p yil biz qarashdik. Jiyanim mana Turkiyada o'qib yuribdi. Kelib mana birdan kelinimiz topdi. Xudoga shukr. Shu kunlarga yetirgani uchun o'g'lim otang ruh arvolar qo'llab-quvvatlatib seni. Baxtli bo'l ilohim. Qo'shamna qo'shiqlari. Xudoyim yana kiyinlari, yana ko'ylari shularning beshik to'ylarida o'tirmoq hammamizga nasib etsin. Hamisha günlerin shunday to'yxona bo'lib o'tsin o'g'lim. Qumdaqdan qizil olsun. Gelin bilan baxtli yaşa, uzoq yaşa o'g'lim. Farzandlaring yaxshi kunlarini ko'r. Ota boğan, xalan, amaking, ammalaring hammacha bosh to'rangda olsun o'g'lim. Ilohim baxting kelsin, baxtli olsun. Baxtli o'g'lim. Rahmat. Uzoq yaqindan gelen aziz mehmonlar, yine bugün yeganchim Yusufjon bilan keldiman baxt to'ylari. Men ham o'z oldimdan, boshqalarning oldimdan bularga uzoq umr, sihat salomatlik tilayman. Ukaman bermagan yoshlari o'g'lina versin.
Xuda canım, ular en bir dünyada baxtlı maşgul olup yaşasınlar. Hemşe halime gelinimin xizmatında olsun gelinim. İndiki nasip olsa beşik toylarınızda oturtmak da müyesser etsin. Baxtlı olun yaşlar. Mana shu jiyanlarga tilagan hamma yaxshi arzu-niyat istak tilaklaringiz aytganingizdan ham ziyoda bo'lsin. Mabodo o'zlaring bilmagan bitta yarimta dushmaning bo'lsa, umrini oxirigacha piyoda bo'lsin. O'sha zamon bo'lsin. Hurmatli azizlar, barakalloh. Qarindoshlar, davra qatnashuvchi do'stlar. Becha degan zot hamma xo'jalikda, hamma uyda, hamma o'tiranlarda ham bor. To'y sizlarinki, lekin tartib tuzgun saqlash bizlarinki. Mana shu bachalaring hammasining yoningizda ota-onasi bor bo'lsa, agar deddomizga bo'lmasa, yig'ishtiring. Bu sanatkara hurmatingiz emas. Agar bachalar o'rtada qaymalashib yursa, sanatkar hurmati saqlanmaydi u. Mehmonlar hurmati ham saqlanmaydi u. O'tirib yeb ichdingizmi bachalaringizdan ham ko'z quloq bo'lindi. To'q jo'jasini qaraydi. İnşallah masda azizlar o'zimizda Xudoga shukr ozlik emas, bor ko'p tartib tuzgun bo'lish kerak. Turkmanobod shaharining 14-Güneş Çağlar Bağı'nın ağzı bir kollektivi bugün yoshlar to'yining hurmatli va aziz mehmonlari bor bo'lsalar Muhabbat Shakirovna, Arzugul Hajiyeva hurmat bilan bu kelin oyimizning ağzı bir ishkanlarning oldindan yoshlari qutlamoqchi bo'lgan aziz to'y mehmonlari bir musiqa bilan hurmat bilan davramizga chiqsanglar, kelinglar. Salomat bo'ling. Mana kelin ayimizni onasi bilan birga kelajak avlodlarimiz, naslarimizga tarbiya, aql, esqush, ilm, bilim berib, mana bu kun ham o'z farzandlaringizga arzu-niyat tilagandagidek yoshlarga arzularingizni eshitaman degan umid bilan sizlarni davraga taklif etdim. Avvalo hozirgi zamonadagi eng qiyin, ammo eng savobli ishlarning biri bola tarbiyasi. Kasblaringizga baraka tilab, navbatni sizlarga bersam. Salam, hurmatli mehmonlar. Qadrli yoshlar, sizni turmush to'yingiz bilan chin yurakdan o'z adimdan ham 14-Çağlar Bağı'nın ağzıbir kollektivining adından kutlayarım. Kutlamak bilan size baxtli turmush, mashqalaringizda ağzıbirlik, abadanchilik, rizqal davlat orzu ediyorum. Ata-enangiz yağlı, asıllı, avreli mashqalaring biri bo'lib, turmush yo'lingiz ak olsun, göreceğiniz ham dini bo'liq olsun. Qadrli ve hurmatli aziz mehmonlar, Berqarar Devlet'in baxtli yaşları, benim öz adımdan sizin çünkü tutyan, baxt toyunuzu kızgın kutlayan, kutlamak bilen sizlere bir can sağlık, uzak ömür arzu ediyen. Hem de öz hoşlarlarınızı, hem işe, vaktinize bu onu veremeklerini arzu ediyen. Bu sizin hem işe durmuşunuz, şuntiyalı, davaralı, şağalanlı olsun, çağalarınızın sağlam köp olsun. Hem de şu çağlar bağımızın adından küçücük olsa da soğuğalı olsunlar, söyledi. Yaxshi niyatlar bilan olib kelgan to'y sovg'alar qutli muborak bo'lsin. Har biringizning yaxshi kuningizda Alloh undan ham kattaroq qilib sizlarga ham qaytarsin deyman. Bizimcha sizning kollektivingiz qayerda o'tiribdi? Turkmanobod shahrimizning go'zal to'yxonalaridan biri Davlat to'y makonining kollektivi. Bu Yusufjonning kollektivi. Bor bo'lsalar marhamat, hammalari chiqsalar ham yo'q demayman. El xalqimiz yurtimizga xizmat qilib turgan ajoyib xizmat egalari bilan Davlat to'y makonining og'zi bir ishkanlari hammasi chiqsin davraga. Sizmi? Keling yaqinroq keling. Men hozir boraman men, siz bo'lin. Sen Davratda ishlaysan. Ha, do'stingmi? Men kollektivni chaqirdim, sen kelding uka. Ha, xush kelibsan ukajon, marhamat.
Sağlıklı aziz adamlar izliyor. Olan ahriman bağlı. Toyun. Doğrusu en yaman günün açılmayalı. O vaatlı ol. Koşanla koşarada imkanız olsun. Koç olmasın. Koç karata yar olsun. Uzak yaş olsun. Güler yüzümüz olmasın. Vaatlı olalım. Bereket tabi canım. Yaxşı niyetler bilen olib kelgan to'y sovg'alaring Allohim sana ham yaxshi yo'lda qaytarsin. Men Davrabat to'y makonini davraga taklif etdim. Bor bo'lsalar chiqsinlar, bo'lmasa o'tib ketaveraman. Kuyov bolamizning mamasining hamsoyalari Malahat yengam qutlug' so'z so'rabdilar. Katta hurmat bilan chiroyli musiqa bilan davramizga Malahat yengani taklif etsam. Kelsinlar. Bular hamsoyalar bo'ldilar. Barakalloh. Hoş geldin. Başlayın, başlayın. Yusufcan, ben nasibe. Sizlerin şu gün en bir yaxşı günlerinizin bir günü. Ömrümüzde şu günü hemşe yılın her bir devamında, her bir pasagında, günde yatla ötünler. Sizler bahtlı olunlar, tahtlı olunlar, balalı, çağalı olup, gözlerinizden köpürüp iki tarafa hem atalarımıza, analarımıza, kayınlarımıza vefalı olunlarıyla toylarımız mübarek olsun, toylarımız toya ulaşsın. Yakışlar. Benim şu Monaka'nın aydan gettirme koşulama kimselerin adına şu küçükine doğmadık balarkanı konuşulma dostlarının Yusuf Canlı oğlum alan kızın hemşerin yarın olsun. Başkana yenge ne veren gelin varak olsun. Bizler hem yüksek şu hatarda buday canım. Sizler iki tek görevleri akıllıyla başkana olup yetişsin. Baktı bolundan yaşlar hemselerin adına küçükine bulmak kadar kalan konuşulma dostlarının. Yaxshi niyat bilan olib kelingan ajoyib sovg'alar va sarpoylar qutlug' bo'lsin to'ylaringda. Qaysi hamsoyalar deb musiqalar bilan sizlar sovg'a sarponi qo'shtiring. Mana esa Yusufjonning yana bir hamsoyasi bor. Bahar mikrorayon hamsoyalari. Aytolmas ekan, bor bular. Kelsinlar. Yo'q. Marhamat. Yusuf, to'ylar muborak bo'lsin. Bog'am, mamam, anan hammamiz baxtli bo'l, bola chaqali bo'l. Zarur hamshiralar hammamiz kelib to'plashib, shular bilan qo'shamiz. Sog'lik, imonlik, baxt. Bor git Nuriya, bor git. Mana Yusufjon, to'ylaring kutlu muborak bo'lsin. Gelin ayak çimli olsun. Allah sizlere Xudoyim uzoq ömür versin. Baxt oldum koşanla koşa karım. Oğullu kız doğan devletli devranlı olun. Ömürleriniz uzak olsun. Börcekleriniz hemşe içinde toy olsun. Sizlerin de sposa tarzdatlarınızı toyla almaya yatırsın. Serbil apa, Cora kulağa, gelin aktıp devereler toylar mübarek olsun. Mana Jo'rakuljon endi bir shularni qutlab bir qo'shiq bilan bir xohishdan bir Muamrat aka, sizdan iltimos. Hozir yoshlar xohlagan san'atkorlarni taklif etadi. Siz bilan men aytgan qo'shiqlarga bular o'ynamaydilar. Agar vaqt ajratsam, keyinroq bir chip qo'shiqqa navbat toparman siz uchun. Qutlang. Yusuf aka, kelin, bugün baxtli olmuş, kutlamak bilan sürecek başka koşullar. Şimdiki yıl ne veren bilir oturmak. Zaten sürecek. Selma Paya geline sürecek. Hamsoyalar yaxshi niyat bilan olib kelgan sovg'alar qutlug' bo'lsin. Har biringizning o'g'il, qiz, nevara, chevara to'ylarida Allohim bundan ham ziyoda qilib sizlarga qaytarsin deb kelinayimizning birga ishlaydigan og'zi bir ishganlari, ya'ni shaharimizning Zenan to'y saloni qayerda o'tiribsizlar? Og'zi bir kollektiv mana bundaqa bo'ladi. Barakat topinglar. Keling, hammanglar chiqsanglar ham men qarshi emas. Keling qizlar, yigitlar, kelinglar. Mana tez. O'zim sezib turuvdim, shular birga ishlasa kerak. Joni tana bilan o'ynab, to'yi qizdirib, yordam berib turibdilar deb.
Selamat bo'lsinlar. Kelin kuyovlari beziysizlar ha. Kasbkorga baraka bersin. Xo'p. Порядка рассчитай. Yigitlar, qizlar xatar bo'ldinglarmi? Shu 5 minut to'xtasin xo'p. Siz boshlang. Sababi har to'yda sizdan boshlayman so'zni. Дорогие молодожены, поздравляем вас с днем свадьбы. Желаю вам взаимопонимания, любви, нежности. Побольше друг друга любите. Побольше детей. Бахту волны. Насиба и Юсуп, поздравляю вас с бракосочетанием. Желаю вам счастья и здоровья. Будьте счастливы. Бахтlı болыңlar. Дорогие молодожены, поздравляю вас с вашим днем бракосочетания. Будьте счастливы и примите от нас маленький подарочек. Колечко. От вас и от вашего коллектива. Suratchilar, tayyorlik ko'rasizlar. To'y kunda bo'lib turgani yo'q. Og'zi bir ishkanlar bilan birga bo'lib savol qo'shilgandan keyin yodigarlik suratlarga tushirasiz. Mana esa musiqani to'xtatib, shu yerda Yusufjonning onasini qutlag'ini marhamat qo'yavering. Yusufjon, onangiz tabriklayapti. Uzoqdan bo'lsa ham mana Skype orqali. Qanaqa? Assalomu alaykum qarindoshlar. Va alaykum Bitta o'g'lim bo'lsa endi yaxshida bitta qizim ham bor, Xudoga shukr. Qalajon sizga muborak bo'lsin, mening elli muborak bo'lsin. Nizam. Ziya. Sajjana so'ngina qadar baxtli yashashinglarni qayta saqlashinglarga. Allohim rahmat qilsin va shu yerga salomat. Oğlum спасибо большое. İşte ben sana hem ilerleyesin. Hatta yaptım yüzü bir yere karanlık canım oğlum. Mam. Yenge, baktı vallahi. Yaşınızlar uzun olsun. Nasip olsa küp beçeleriniz olsun. Hem şey yollarınız açık olsun. Oğlum, canım oğlum, canım kızım. Ben sizlerin bahtlı olmanızı dilemem, başka kimse dilemem. Sağlıklarının nimeniz olsa, bile kıyın gününüzde her nesinde yakınınızda duramaz. Arkamızda duramaz. Rahmet sizlere. Hemeniz mihvallar sizlere katta rahmet nefes geldiğinizde. Ben bu toyu etmek için kaç aylar karıştım. Yusufjonning doğanı bilan onasi, azizlar, oramiz ozgina uzoq bo'lsa ham yuragimiz yaqin. Har birimizning tomog'imizda musulmon panoh qilyapti. Yangamizga kelin qutli bo'lsin deb, yangamizni so'zi quruq bo'lmasin. Mana disklarda Xudo xolasi yaqin kelajakda ko'radi. Bitta qarsayinglar bilan hamma Turkmanistonliklar alangali qizg'in salom yo'llaymiz. Sog' ketdilar, omon sog' qaytib kelsin ota vatanimizga. Salomat bo'ling. Endi qizlar, yigitlar, shu to'xtashlaring buzilmasin, to'xta. Zina salom, men ruxsat bermadim. Boshlayib to'xtabdi, sen qayerga borasan? To'xta dedi. Kelin kuyovning qo'lidan tutib olib chiqasizlar davraga. Men Farqatjoning bu qo'shiqlarga sizlarni o'ynatib, keyin o'tirishga ruxsat beraman. Okey?
Yusufcan deyince işimin bunu yaptı olam. Çıkasanlarına hazır. Bir oynayınız. Marhamat, imennoy, Zenan Sağol'un kayışları için hamma yaxshi qo'shiqlar bo'ladi. Albatta davrada o'ynab tursanızlar bo'ldi. Marhamat talablarga bering. Ağız damlandı, yüzünde hal köründü. Şeker o kandın ile, labinde bal köründü. İki külgücün, baktık bal köründü. Kadın estin misali, uçan hal köründü. Kimle sever yar sen söyle bana. Kimle
же взгляд, любовь твоя жестока. Небесный ангел, ты девушка Востока. Мечтой для всех, звездой спустилась с неба. Затмило солнце, ты в жизни королева. Всегда шикарно, неотразимо. Для всех царица, для всех богиня. Движение легких, всегда красиво. Но без любви не станешь ты счастливой. Думала, красотой своей затмила небеса. Только не родись красивой, просто будь счастливой, просто будь счастливой, просто будь счастливой.
You take my consider I love you. Peki dani I love you. Say bye bye I love you. You take my consider I love you. You take my consider I love you. You take me I love you.
paydo yo'q. Xo'p. Zinan to'y salonining xizmatchilari o'tirgan bo'lsalar, men baxt to'y salonining tanishchi qizlari davraga taklif etaman. Qarsaklar bilan kutasiz. qarsag'inglar. Mana shu qalak qizlarga qarsag'inglar. Barakalloh. Xo'p, hamma bo'linglar, maslar to'yimizda uzun boshdan oyoq chalaman, xo'pmi? O'sha zamon bo'lsa, qarsaq chaladiganlar bo'lmasa, so'zlaydiganlar bordir. Men Yusufjon kollektivingizni yana bir marta davraga taklif etaman. Davramab to'y makoni kelmadilarmi? Yana so'z kelmadilarmi? Bo'ldimi? Xo'p, xo'p. Kelinayimizning hamsaylari qutlug' so'z so'radilar, azizlar. Har bir so'z so'ragani navbatma-navbat davraga taklif etaveramiz. Yaxshi niyatlarni siz bilan birga eshitaveramiz. Undan keyin kelining do'g'anlari. Sizlar ham jiyanlar tayyor bo'lasizlar. Xo'p, bir musiqa bilan kelinayimiz hamsaylarni davraga taklif etsak. Marhamat, kelinglar hamsaylar. Ulardan keyin kelining do'g'anlari. Kelini hamsayaları var mısınlar? Kelini.
tarafta oynayınlar bolalar. Hazır boşaltmayınlar. Musiqada bolalarni yig'ishtiringlar. Marhamat. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum, uzakdan ve yakından gelen aziz mehmonlar. Bugün biz Nasiba bilen kimsayamiz, onun yan yoldaşı Yusufcan'ı toylayarız. Biz size uzak ömür, can sağlığı, vakta, hemişe Nasibe şun yağlı güler yüzlü, hiç açan yaman gün görmeyin. Hemişe şunun yağı saçağınızın bezi olsun, güler yüzünüz solmasın. İyi. Biz kimselerin adından şu küçücük soğanınızı boşuma ruhsat edin ve bize de Nesiba ve Yusufcan için bir sanlayın aydın padarka. Merhaba, acaba ne ki? Поздравляю. Поздравляю. Hem cevabını doyduğuk gelen Nasiba. Ben bir kişiye soğudum, ben aydım. Tartışmamı aydım. Hozircha men so'zlari yakunli vaqt bo'lsa so'z beraman ukajonim. Hozircha o'tirishga ruxsat sizga. Men kelinoying hamma do'g'onlarni davraga taklif etdim. Yonlarida jiyanlar ham chiqaman desalar yo'q demayman. Aksincha katta hurmat bilan yaxshi niyatlar qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi bo'ladi. Kelinglar. Do'g'onlar, marhamat. Shu musiqa bilan sizlarni kutaman. Yonlarida jiyanlar ham to'yun başında mı qutlug' so'z so'radilar? Ham doğanlar, ham jiyanlar dedi. Kelin. Rahmat. Mana endi sizlar xafa bo'lmaysizlar. Kattasimi, kichkinasimi doğanlaringizni bilmayman, lekin birinchi bo'lib tabrik so'z yozdirgan shu qizimga beraman. Kimga xolasa ketaveradi keyin. Nasiba aka, vaqt bor. Eng yomon kuni shunikdek bo'lsin. Yusuf, Nasibani aka bermaqay. Vaqt bo'lma aka. Endigi shu vaqtlara chilla to'ylaringizda o'tiradi. Nasib bo'lsa, Halima opla sizga ham gelin marak bo'lsin. Xola sizga ham kuyov marak bo'lsin. Vaqtli bo'linglar. Vaqt jiyaning adından ham gapirmasa поздравить etaman. Vaqt bo'l aka. Юсуп, Нasiba vaqti bo'lma. Уважаем Юсуп, уважаем Nasiba. Счастья. Дома. Papa, bizden vaqt bo'lma. Doğanlar bo'lib, olib kelgan to'y sovg'alaringiz qutlug' bo'lsin. Nasiba, padarkan uyingda qaranson ko'rasan o'ynayverdik. Men shuni o'zim ham sezib turdim. Hozir odati shunaqa bo'ldi. U yoqqa ketib, u yoqqa borib qo'yganlar o'ngda sonda bor bo'lsa qo'shilsalar. Endi surpriz shuning uchun. Nimaligini mana aytmagin, a? Aytmayman. Deyman, surpriz bo'lsa surpriz bo'lmasin shu. Kelinoyimizning amakilari, ammalari shu musiqa bilan davraga chiqishlarini so'rayman. Jiyanlar kelgusi turmush yo'llariga sizning ham ancha qalbingizda shirin arzu niyat istak tilaklar borligini bilaman. Marhamat, kelining amaki ammalari. Xo'p, yonlarida xolalar ham chiqsin, bu tomonda to'xtaydi ular. Chaling musiqani mana shu. Ammalarni, amakilarni davraga taklif etdim. Bir necha sabablarga ko'ra bular ko'rinish bermayapti. Keyinroq so'z so'rasalar vaqtim chekli, so'z berishga menda mumkinchilik bo'lmaydi. So'zni eshitmadik, davraga taklif qilinmadi degan so'zlar bo'lmasin. Yonlarida kelinoyimizning xolalari ham chiqsin. Kelinoyimiz bilan birga 10 yil bir maktabda o'qib ilm bilim olgan klassdoshlar ham bugun yoshlar to'yining aziz va hurmatli mehmonlari, kelining klassdoshlari
Yigitler, kızlar, var bu söyle marhamat. Marhamat, çal müzikal bola. Amaki, ammalar, kelinglar sizlar, kelinglar. Kelinin xolalarını taklif ettim, endi chiqmasalar majburlab olib chiqadigan odatim yo'q-da. Hammasi bilsin. Amaki, ammalar, xolalar, kelinin qilasdoshlari, ular xatar bo'lguncha sizlar 10 marta qutlab qo'yasizlar. Keling qizlarim, yaqinroq, mana bu yoqqa kel. Tribunaga yaqinroq kel. Uyalma, uyalsang yerga chiqmay qolasan, marhamat. Спасибо, классташimiz, baxtli bo'l. Ana ona самое прекрасное, лучшее из лучших. Eng yomon kuning shunday bo'lsin. Klassdoshlaring atidan to'plan. Kichik sovg'atingizga qo'shilmoqqa ruxsat et. Güler yüzün solmasın, elimden ama shunday krasiv qizlaring, kelinlaring beri bor. Baxtli bo'l. Nasibet klassdash, baxtli bo'lgan yomon olsun do'stlar. Başarınızda köp olsun. Gülerimizden yutmasın. Baxtli bo'lgan yoshlar. Klassdoshlar bo'lib olib kelgan yaxshi niyat bilan to'y sovg'alaring qutlug' bo'lsin. Har biringizning ota-onangiz shunday kunlaringizga yetsin va shunda ziyodasi bilan Allohim sizlarga qaytarsin deb sizlar sovg'alarni qo'shtirib oling. Qutlug' bo'lsin. Mana esa amaki, ammalari, xolalari davraga taklif etdim. Kelinglar, aka yaqinroq keling. Odatda erkak kishidan boshlanadi, sizdan boshlayman. Nasiba, Yusuf, benim şu gördüğünüz sözlere koşulma, şularla diktatlere yine bir gece can sağlık, mal hoşluk, toyunuz kutlu olsun. Hizmet Nescan, Bilemşen, Baktı, Canı sağ olsun Yusufcan. Ömrünüz uzak olsun, nesliniz baktı, onunla öyle başka olmayacak. Nasiba, Yusuf, benim hammenin benim gapına qo'shilishib sizlarni shugungi vaqt kunlaringiz bilan qutlayman. Nasib bo'lsa o'zlaringizdan ko'payishir, yaxshi kunlar ko'rmoqimizni orzu etaman. Nasiba Yusuf, bugün en bir şadiyan vaxtlı günlerimiz. Sizlere Allah'bek Allah'candan yine sağlık, vaxt arzu ederim. Maşkalamızın adından terbiyen Nasibe, soğuğatı koşulmaya ruhsat ediyor. Rahmat, salomat bo'linglar. Mana amma amakilar, xolalar bo'lib jiyanlar yaxshi kunlarga olib kelgan to'y sovg'alaringizni ham qo'yishtirishga qo'limizdan kelganicha musiqalar bilan yordam beramiz. Arturjon, yaxshi musiqa bering. Sarpa sovg'alaringiz qutlug' bo'lsin. Xolalar, qayerdalar? Kelinglar yaqin. Ko'p yashang, ko'p yashang. Marhamat. Hozirgi mehmonlar, ne bugun oilangizni katta qiz Nasibaga to'yni to'ylaymiz. Nasiba, Yusuf, sizlarga baxt tilaymiz. İşinizde hemşe üstünde kazanırlar. Bir-birinizə mehmonlu bo'linglar, vefoli bo'linglar. Baxtli simya bo'lin. Yo'lingizda nima niyat bo'lsa shu niyatga yetinglar. Xonalaringiz oldindan edam qadamdamsi uyiga egardik mebiliga. Shu mebillar ulardan deb sizlarga qilib qilasan. Yere ko'tarib getirmoq yo'q bo'lsa kerak. Nasiba, Nasibe Yusuf, toylar mübarek olsun, baklı bol ilahim.
oğlu kızlı bolun. Göker Nizam, toylar mübarek olsun. Serap'a gelin, nevere gelin kutlu bolsun, ayağı düşümlü bolsun. Kudacan baktı bolun. Yaşlar baktı bolunlar. Toylar mübarek olsun. Kiyo mübarek olsun. Allah canası benim ayağı düşümlü olsun. Baran öyle baxt getirsin. Dövlet getirsin, sağlık getirsin. Özünden gepersin, oğulda kızlık olsun. Dövletle bir gelecek mübarek olsun. Yukarı bizim ömrelerini, emeklerini adından küçücük sokakımızı hoşurmaya fırsat olur. Hayır nasibe Yusuf'de Baran toylarımız kutlu olsun, bahtlı olunlar. Nasibe Baran'ın yetkileyenin, baht getirgenin. Hoş bahtlı olunlar hemen. Sabine düğüneyin adına suratları gitti. Nasibe Yusuf bahtlı olunlar, bahtlı olunlar. Basın yollarımız bayağı Nasibe Yusuf bahtlı olunlar. Karım oğam bu geçirler, oğamızdan tefizler. En kattasına en küçük vakti söz verdi. Shunaqa zamona bo'ldi. Siz orqaga siz nima qilamiz boshqa? Bolalar, inshaalloh to'y sovg'alar qutlug' bo'lsin. Alloh taolo har biringizni farzand nevara chevaralarini shunday kunlarga yetkazsin, yaxshisin. Azizlar, shu yigit hamsaylaring odamdan bitta qo'shiq aytaman dedilar. Men so'zlari yakunlagandan keyin so'z beraman deb shu kunga va'da qildim. Shuning uchun ikkita qo'shiq aytaman desa so'z navbatini beramiz. Qo'shiq aytishga qaraymiz, yaxshiroq aytsa beramiz, yomonroq aytsa to'xtatib qo'yamiz. Rozimisiz? Bari mikrofon oling. Marhamat. Turjan chalib beringlar. Qanaqa qo'shiq aytaman desa aytsin shu bola so'zini sindiraylik.
Beyler yaxşı oynadılar. Ayvar Hocam birlikte qarsak çapdıyla. Barakallah. Barakallah. Salaman bak. Qo'shiqlari juda ham ko'p. Erta abeda shu ham aytsak aytadigan qo'shiqlari bor. Lekin hozir yana bir ajoyib Farhajon O'ray ijrosidagi qo'shiqlarni hammangizni davraga taklif etamiz. Bugun to'yga naslar bilan sekin-asta davom etamiz. Davramizga marhamat. Farhajon. Gülüm erkelegen bağ bulayım. Diskoteşi gerek misin? Mayli şu Zenal salonu kayışlarını yerine getiren diskoteşi ayrımlar bilen devam edemiz. Züleyha Toy mekanların kayışıdamız var. Öyle kılacağım. Bize var yardım verseniz. Koy efendim. Ye. Üstüne olsun. Кофе в обед и по утрам ей вкусный омлет. Она любила жить без проблем, меня манила красотой и колян. Работа 24 часа,
ты мне, что ты ведь серьезно. Пойди скажи родным, пусть будут слезы. Ты в белом платье, ты фату надела. В глазах увидел, как ты этого хотела. И голова моя тебе потеряна. Хочу, чтобы от меня ты. Моя невеста, ты моя невеста. И если честно, мне с тобою так повезло. Моя невеста, ты моя невеста. Мне интересно, это наяву или сон. Моя невеста, ты моя невеста. И если честно, мне с тобою так повезло. Моя невеста, ты моя невеста. Мне интересно, это наяву или сон. Devam edelim. Resmen şu Turinsk aydınlar. Devam edelim. Anası. Yeah. Yeni bendekim, aynada bakıştırdım. Yeni ben miyim, kendimle tanıştırdım. Dünümle bugünüm, can ciğer kızar mısın? Geç oldu, temiz oldu, geçmişimin karması. Yıkadı günahlarımda, benim masumiyeti. Cennetten gelen bir melekti sanki. Yıkadı günahlarımda, benim masumiyeti. Cennetten gelen bir melekti sanki. Her şeyim pastamam, yapmaya çalıştım. Yazlarım, kışlarım, bir yanına yakıştım. Dünümle bugünüm, can ciğer kızar mısın? Geç oldu, temiz oldu, geçmişimin karması.
Müthiş eseri. Mana shu ikkala go'zal farzandni shu oyog'iga yetkazib berishim ozgina qo'shib. Bugun ham farzandlar to'yi bahonasi bilan shuncha mahallaga ochiq ko'ngil, ochiq qo'l bilan to'y dasturxonlari bezab, siz u bizni farzandlar to'ylariga taklif qilgan ikki tomon qudalari davraga taklif etib, farzandlar kelgusi turmush yo'llariga bu aziz muqaddaslaring istaklar, arzu niyatlari, duolarini oson degan umid bilan ikki tomon qudalar hurmat bilan davramizga bitta musiqa bilan kechinglar. Farzandlar qatoriga farzand qo'shilgan kuni har birimizga Allohdan kelgan yaqin do'stlar, siz aziz muqaddaslaring duolaringizni olib yaxshi niyatlaringizni eshitmasdan zarra to'yi yakunlashga haqqimiz yo'q. Qudalarni davraga taklif etdim. Kelin-kuyov tomon marhamat kelinglar. Qudalar davraga chiqmasalaring men o'tib ketaveraman. Endi navbatdagi o'z kasbim. Farzandlar kelgusi turmushlari mana shu stol ustidagi shirinlikning shirin bo'lsin deb ota-onalar farzandlar uchun tayyorlangan shirinlik restoran xizmatchi yigitlarining yordami bilan stolga barra olib chiqiladi. Yusufjon, kelin bilan pastga tushasiz bilan sizlar uchun tayyorlangan shirinlik kelsalar. Marhamat. Yoshlar tushinglar. Ota-onaning niyati yaxshi. Bolalarimiz kelgusi turmushlari mana shu shirinlikdek shirin bo'lsin. Bu ikkala yoshi yo'llari shu to'rtlardek yo'ldoshi ishlari rivoj, murodlari hosil bo'lsin. Biz onalar, farzandlar, qalbimiz bevalari kelgusi yaxshi kunlarga quvonib yashaylik deb aziz xudolar sizlarning davraga yana bir bora taklif etaman. Yusufjon, bir daqiqa. Onam chiqsa bo'larmidi? Biroz olib kelinglar. Allalagan mamasi biroz kesib yoqqa. Boşlar, bu da baba toylar mağaraya boşlar. Uzaktan ve yakından gelen mehmanlarla ülkelerinde yok, sünnetlerini yürekten okuyman, bak boyuna, onlara can sağlık altı biriktirmem, canları sağ, önleri uzak olsun, evlen kurcaklarısın, varan yerin daşta uğraşsınlar, betekecesi kök olsun, altımızı can sağlık gitmesin. Kadırlı mehmanlar, dostlar, hemsayalar, kudalar. Ana bugün bizim şartlarımızı koşuluşup, ana şöyle özünüzün kıymetli vaktinizi koyup bizlere geliyor şöyle koşulup bizlere şu toyumuza, şu neverenin vakt toylarına katlaştığınızlar. Sizler köp rahmet bularım, uzak ömür, yaxşı durmuş kurup özlerine köpelsinler. Elmeden vasılarına bizler şu toylarda katlaştıralı. Şular koşanlar koşak varıp, elmeden bir hiç vaktaki şirin gepleri açık olmasın. Şunlaça işunki birbirine koyan sevgilerim bununla berkleştin. Elmeden bunların yaxşı günlerine beğenip bizlerin kodamızdan bile bilelikte. Bunlar baktlarına kovanıp yaşar, uzak yıllar baktına kovanıp yaşar bilirler. Sizlere elmeden ak yol bakıl durmuş. Hiç vakti önünüzde kızıl süvetle yanmasam, gök süvetle de yürü. İknizden bile koşa karrıyıp yine güzel tek yakşı, saçlarınıza karmasın. Karrım önlerine. Yusufcan oğlum, nasibe gelinim. Canınız sağ olsun, ömrünüz uzak olsun. Baklı balınlar, oğul kızınız kök olsun. Ama bu tek karrı, artık çok ödüyor. Kamini qoldirmang ona. Mana kameraga qarab qizim, o'zing bo'lmasang ham o'zingdan ham ziyoda qilib mana uni o'ylantirdim deb bir og'iz kasketada ko'radi-ku. Halime, canın sağ olsun, ömrün uzak olsun. Artık çoğuluk gör. Güzel tek karrı, mama kulak oldu. Sağ ketding, omon kelgin bolam demoqchi bo'ldi onam. Men aytdim shu. Men aytdim. Degan, mana farzandlarga ona mehri, ona qalbidan chiqqan yaxshi arzu niyatlari ishtirok degan umid bilan navbatni sizga beraman. Uzaktan ve yakından gelen mehmanlar, hepsi özellikle köyümüzü, nasibe, bizlerin vakti, Allah prensleri, can sağlık, hiç kaçan yaman
görmenler. Nasip etsin. Kayınlarına hemşe mekirdi. İllaki gezlemez kızım olamak yanındayım. Hiç kaçırmaman yok. Her şey olayımız açık olsun. Karıma sana can sağlık. Vakfını nasip olsaydı ki yıllara özünden göbeğini büyüdü. Dolu geçeden dolu kalsın. Ana, mehriban onajonlarning niyati qarang qanday yaxshi. Bola oilaning zinciri hisoblanadi. Bola ko'p bo'lsa urush janjalga shovqinga vaqt bo'lmaydi. Xo'p, ozgina rangingizni ochsangiz navbat bersam. Ana shu. Rahmat. Oğlum Yusuf, selam senin nelerinde fikir edilir canım oğlum. Gelmemiz nasip aynı, gelmemize nasip kızımız. Sizlere uzak ömür, vakti durmuş. Değil mi? Hemşe yollarımız açık olsun. Adam basından sen bir şey, yaxşı günlerde olsun. Bizler beğendirip, ekiz beçiler verirler. Bizler ne vere görüp, bakılmayın, yılap, dağıtıp yüreğler. En yaman günlerimiz şundak olsun. Vakti olunlar, sanlıklarını bizler beğendirin. Siz xonadonlarga boqishga vaqt bor, chevara boqadigan onamning joni sog' bo'lsin. Ekiz bo'lsa bittasi bu yoqqa, bittasi bu yoqqa yordam berish bizlardan bo'lsin iloyim. Siz ikkovimiz kelganda yaxshi to'xtabsiz. Suchar. Ana, qirq o'n takrorlamasam, kelgan bo'lsin. Vaqti olunlar. Bileğine bir yastık takarlar. Stortakine appak pastelde yatayıp bilecek adam. Yolumuz hak olsun, yoldaşımız hak olsun. Halma, davay, yine kendin kutlu olsun, ayağı düşümlü olsun. Davay. Ne başka gap. Azizlar, mana shu yoshlar to'yiga 2 oy bundan burun taklif qilgan ukam Muhammadjon, to'xtanglar. Muhammadjon bor bu yerda oshpazlik qilib ukam 1 minut vaqtdan topmadi, davraga chiqib ma'mur ikkovimiz niyatini eshitaman degan umidim bor edi. Nimagadir davraga ko'rinish bermadi. Hozir. Opamga beraman. Muhammad, men kelguncha uka yangam ikkovimiz qutlab qo'yadi. Nasiba, kızım, birinci günden kızım dedim. Sen bize kızımız bu. Yusuf, kaynatana oğul oğlu. Zara tam diye bağlısam şunun duygulara yandı. Sizlere bak, ak yol dilimden, oğul kız, köy beçileriniz olsun. Hiç kaçan güler yüzünüz olmasın. To'xtaganda xotin so'zlar ekan. Mana shu kunki bismillahni taomlari hammasini dasturxonlari bezab, hozirgacha xizmatda bo'lib mana 5 minutgina daqiqa topib men o'zim taklif etdim ukam. To'ylar qutlug' bo'lsin. Xizmatlar farzandlaringizni to'ylarida qaytsin. Allohim yaxshiliklarni ko'rishlarga nasib etsin. Ikkinchi jannaga yaxshi niyatingiz bor bu eshitaman. Sabab payg'ambarim otlari qo'ygan inson sizni oldingiz tabarruk. Oğlum, vakti oldu. Keberek 3 gün yaşadı, lakin Gülzar'da yaşadı. Kanlı 300 yıl yaşadı, lakin ahirette yaşadı. Sizlere keberek değil. Yaşamanız, Gülzar'da yaşamanızda arzu edemem. Baklı olma. Hani baba, gelmem bak. Kutlu olsun, mübarek olsun, ayağı düşünür olsun. Ahmadga unda ham aytma, men to'yga taklif qilganman, bu somon akam bir og'iz odimni ham tutmadi to'ydan boshini oxiriga deb qurib qolmaysizlar. Yaşlar baxtlı olmalar. Xudacan size hem yok, mübarek olsun. Halmacan sana hem gelin mübarek olsun. Gelin ama senin kızın bu. Hem şey senin hizmetinde olsun, ayak dışında gelin olsun. Özlerine külbetsizler. Nasip olsa indi kilis vakitler, 5 toyda oturtmak bundan meselesini hemmemize. Hozirgi kelinlar qaynanaga xizmat qilaman deb kelib bo'lmaydi. O'zlari o'g'ib kelib o'zlarining xizmatini qilsa qaynana o'z kunini ko'radi, yana 100 yilgacha. Azizlar, davrani ochib qo'yasizlar. Mehribon onajonlariga farzandlar qo'llaridan guldastalar qo'shilganda bir musiqalar va mana shu to'xtagan hammangiz qatardan chiqish yo'q, Muhammad qochdi hammaga. Ruxsat. Shirinlik yoniga borasizlar, shirinlik yoniga. Xohlaganlaringizga bering. Rahmat. Mamajonsiz sizga ko'rdingizmi? Baribir sizni yaxshi ko'rar ekan nevara keladi. Iloyim baxtli bo'lsin. Onasi bolasini og'zi birligini, davlatini, ser farzandligini
sog'ligini, umrini, ot avrayini shularga ham bersin. Salomat bo'ling. Barakalloh. Barakalloh. Shibjon, yazdingiz bilan ham quchoqlashing. Quchoqlashing. Ha, mayli, endi ikkimiz adinako'y kostyum kiyib kelib, biz aka-uka bo'lamiz. O'zi bilan quchoqlab qo'yib, rahmat gaplashgandek bo'ldi bu kun. Shirinlik, sizlar shu to'xtashingiz buzilmasin endi, yuringlar. Yaqinroq shirinliklarga farzandlar, nevaralar qo'llaridan shirinlik yeymiz. Azizlar, kelin-kuyov va mana shu yonimdagi to'xtagan azizlardan boshqa ozgina davran ochib, restoran xizmatchi yigit qizlariga yordam bilan har bir mehmonga, har bir qarindoshga, har bir aziz do'stlarga shirinlik bo'ladi. Sharbatlar ham bor. Jangulyor bolalarim qayerda mana? Ayinani. Mehmonlaring peshonasiga tegmasin. Aha, tomodan ustiga sepilmasin. Shirinlik badaniyat bilan. Ayinani. Ay, malades. Kelin-kuyov shirinlik yedirgan aziz qardoshlar, ona-bobolar, amma-yajnalar, ota-onalar, farzandlarga shirin hayol, shirin turmushlar, arzu niyatlar qilib yuryapti. Sizlar ham shunday yaxshi kunlarga yetqizsin deylar. Rahmat. Nosh bo'lsin. Hammasiga duoy. Mana esa mehmonlar davrini ochib qo'yishini so'rayman. Yoshlaring qo'shiqlarni qo'yib beringlar. San'atkor bolalarimiz orasida yoshlar uchun bitta yumshoq qo'shiq vals ijro etiladi. Bu qo'shiqqa ishqibozlar ko'p. Kelin-kuyovdan sal uzoqroq to'y insonlari umuman qarshilar yo'q. Barchacha marhamat bo'ladi. Vals. Yoshlarga sharbatlarni ham beringlar, shampanlarni ham beringlar. Ishimchan bo'ldi, endi hamma to'yxonadagilar yeyish shart emas. Xo'p, jon. Barakat top. Qariyalarni hurmat qilsang, qarigandan sen ham Zenan salonining og'zi bir ishkanlari, men odatda kelin-kuyovlardan boshqaga valsga chiqishga ruxsat bermas edim. Chiqsalar ham uyaltirardim, o'tiradilar. Bugun sizlar to'yimizning eng shodligiga shodlik qo'shan aziz do'stlar. Роскошный зал, зажглись огни, все в ожиданиях молодых. И вот настал желанный миг, вошли невеста и жених. Два сердца, две души, две жизни, две судьбы. Вину одной большой любви. Два сердца, две души, две жизни, две судьбы. Вину одной большой любви. Танцы любви, кружат они, в ветер сбывшись
все мечты. Вокруг друзья, улыбок веет, счастье в одной семья. Два сердца, две души, две жизни, две судьбы. Вину одной большой любви. Два сердца, две души, две жизни, две судьбы. Вину одной большой любви. Будьте счастливы. Два сердца, две души, две жизни, две судьбы. В плену одной большой любви. Два сердца, две души, две жизни, две судьбы. В плену одной большой любви. Два сердца, две души, две жизни, две судьбы. Вину одной большой любви. Два сердца, две души, две жизни, две судьбы. Вину одной большой любви. Вину одной любви. Barakallah. Ha. Endiki toy meniki bolsun. Bizi ham Xudo shunday kunlarga yetkazsin deb niyat qilgan yigit qizlar bormi? Chiqinglar. Uylanmadiklar va turmushga chiqmaganlar. Qani yig'ilishsin, ko'proq kechaman. Hech kim bilmaydi, men aytmayman. Hech kim bilmaydi, qani salon qizlaridan boshqa qizlarim ham qolmadi to'yxonada. Barakat topsin, shular mana podberishga berib turibdilar. 1, 2, 3. Hop, ketdi. Barakallah. Qizlarim. Kichkintoy qizlarim. Ya endi qizim, gul tutgan qizim, to'xta, ketma bu yoqqa kelib. Rahmat. Men qara, qizalog'im, men gulni berib to'xta. Sen to'xta. Sen turmushga chiqsang ham bitta yerini olmoqchi bo'lasan. Bu gul mana bu qisqarib tushdi. Mana qochib ketgan qizimga. Uni qo'lidan olib mana bunaqa qilish kerak emas. Bitta yerini olasan, keyin katta bo'lsang. Mayli, nasib qilsin. Sizjon kelinoyimizning nuroniy yuzlari faqatgina endi sizga nasib etsin. Yuzlaridagi pardalarni yopib yuborasiz. Onalar farzandlar uchun tayyorlangan to'ylarni mana shu qo'shiqlar bilan yoshlarga kiyintirasizlar. Hay olam jonim. Olam çıkış yar. Ya
Kuşa karın baktı buraya. Rahmat, barkacan salamat bo'lib. Azizlar, yegan tuz taomlarimiz hurmatiga. Bu tuz taomlari siz bizga tayyorlab xizmat qilgan Zulayha to'y makonining xizmatchi yo'lboshchilariga rahmat aytib, Alloh taolodan yoshlarga oq yo'l, tukanmas baxt tilab, Xudoga marhamat yana men sizni bir qo'zg'ab qo'yaman. Davraga kelasiz ham. Yoshlarga bir oq fotiha berib, amin deysiz azizlar. Amin deganda hammangiz yaxshi duolarga qo'shiling. Ishonkim, sizning ham bizning ham niyatlarimizni Alloh taolo qabul aylasin deymiz. Keling, Xudoga marhamat. Keling. Aziz mehmonlar, to'yimiz endi sonuna keldi. Shu to'yimiz yoshlar baxtli bo'lsin iloyim. Baxtli, taxtli bo'lin, o'zingizdan ko'paring. Sizlarga oq yo'l orzu edamiz. Iloyim amin. Amin obrak ko'ring, sizlarga oq Yo'llari oq bo'lsin, yo'ldoshi haq bo'lsin, ishlari rivoj, muradlari hosil bo'lsin, baxtli bo'lib qo'sha qarishsin. Sizni bizga ham Alloh shunday kunlarga yetkazsin deya yaxshi niyatlar bilan sizning qarsag'iylar, san'atkor bolalarimiz chiroyli qo'shiqlari bilan sizga kelin bilan baxtli bo'lib, oq yo'l tilaymiz. Yana to'ylargacha. Birçoğunun anında sıra biraz son bir kısmı şeref eder biraz. Oy. Aşk nurunu gördüm senin gözlerimde. Yeketek umidim baktım bol şu ömrümde. Bile söz vereli, el ele vereli, baktın yoluna durmuşumuz gururlu. Sen ömrümün gülü, bağımın bilbili, aydın düşürdü birbirimizi. Akbalım muradım kalmaya
İlahim, can sağlık olsun, yurdundan gençlik olsun, sularından baktığınızı versin. İlahim özlerden köpenip, koşandan koşa karırıp, indi gelinim ama kızım ne varam, ikinizden öz kızım da görüp, yakşıma. Merak olsun kendine, böyle gelin.
Bir ana şuradan dişle ha. Salama cennet. Hazır. Bir taraf dişle getir ağabey. Gecelerden korkmuşlar getirip işleyin. Ne oldu? Bir bıçak getirelim. Şurada bir yürek çıkar. Hay. Şu iki tek şomuzun kaydına oturalım. Apasın kellen şatan sen ekran. Hiç birinci amca değil. Kanter. Havası. Öyle kova. Oldu mu? Birinci am verin de. Ben hazır kalkmayız. Saf etken başında. Ben yaptırırsam iyi. Ötkana da koymayın da yemeği tenirler. Ben. Küçüğüne parmağım bilen alıp yine. Arkasını alıyor. Gel ağzına kança sıksa şunca. Çek bakayım. Gelnem yedirsen. Akdemaya başa alışkıdır getirelim. Tak. İndi Yok ne balşı. öttük tutmaz. Eğer ama ne çıkartmışsın? Dur ne yutmayın. Alma şunları. Ama bir. Ben. Güzel üstünde yok. Yine taşla. 3 mertebe taşla. Ben de. Hemen tadın var. Tamam. Kar kaysın kıçkırı biraz da oktay korastak olay. Tamam aldık da alın. Ana o iş vakti çok orta kayıttı verdi. Hem bir şey yığına toya gitsin. Bak yine olsun. Bunları alın. Ana buldu alın.